Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, bugungi mavzuyimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz xudo xolasa matematikaga bog'liq bo'lgan mavzularda eng og'iridan biri deb hisoblasak ham bo'ladi. Va hozir masalan ketma-ketin matematika o'tayotganimiz bu tugaydi. Keyinchalik matematika ham bo'ladi. Ildizi matematika bo'ladi. Mana shu narsalar hisoblanadi ildizi. Keyingi mavzudan o'sha exploratory data analysis analitikani boshlaymiz. Analitika doir misollarda kodda yozamiz, ko'ramiz, hamma narsaga erishamiz xudo xolasa. Demak, bugungi mavzuyimiz hosilalarning qo'llanilishi, cost function. Cost function degandan o'zi nimani tushunamiz? Cost function bu xatolik. Tasavvur qiling, siz juda ham balanddasiz, tog'li joydasiz, qorong'i balandlikdasiz. Uyingiz shu tog'da bo'lsa, tog'ning eng uchidasiz. Siz tog'dan pastga tushishingiz bu qarang minimallashadi, to'g'rimi? Hozir siz eng cho'qqisidasiz, maksimumdasiz. Xatolik 100% bo'lib turibdi. Shuni pastlashtirsangiz, 100 ga tushsangiz, xatolik kamayadi. Mana shu cost function hisoblanadi. Endi BTJ cost function bo'libdi 0 model parametrlari. Bu sizning koordinatalaringiz turgan o'rningizga bog'liqda. Siz qayerga qarab qadam bosasiz, balandligingiz qanday o'zgaradi? Mana shular voice bilan bias hisoblanadi. Endi mana boya aytgandek, 0 dan katta bo'lsa oshadi, cost functionimiz kichkina bo'lsa kamayadi, teng bo'lsa minimum, maksimum bo'ladi. Endi shu yerda bizga hosila keladi. Endi siz tepada turibsiz, oyog'ingiz bilan harakat qilmoqchisiz, yurayotdingiz, qiyalik chiqdi tepaga. Demak, hosila musbat deysiz. Agar oyog'ingiz pastga tushsa, hosila manfiy. Endi hosila nima? Hosila deydigan bo'lsak, oddiy tasavvur orqali tushuntiradigan bo'lsam, hozir turgan nuqtangizdan yer qaysi tomonga qiyalagan degan savolga javobdir. Tushunyapsizmi? Endi shunaqa qiyalagan deyildimi, bizga gradient descent keladi, yordam keladi. Gradient descent bu yerda cost function bir necha parametrga bog'liq. Gradient eng tez o'sish yo'nalishini ko'rsatadi. Endi gradient qaysi tomonda pastlik ekanini bilganingizdan keyin o'sha tomonga kichkina qadam tashlaysiz, to'g'rimi? O'sha learning rate hisoblanadi. Learning rate bo'lishi kerak edi. Pastga siz demak kichkina qadam tashlaysiz, bu learning rate hisoblanadi. Agar katta qadam bo'lsa, ham learning rate emas. Biz kodda 0.01 olamiz. Hali misolni ishlab ko'rsataman sizga. Endi bitta narsani strukturani aytib ketay. Modelimiz bashorat qiladi. Birinchisi wx plus bu. Bu shunchaki oddiy chiziq formulasi. Keyin cost functionimiz keladi yordamga. Chiziq nuqtadan qanchalar uzoqligini hisoblaydi. Nuqtalar chiziqdan qancha uzoq bo'lsa, w shuncha katta bo'ladi. Cost function shuncha katta bo'ladi. Keyin hosila keladi. Endi w ni biroz o'zgartirsam deydi, hatto kamayadimi yoki ko'payadimi deb so'raydi. Keyin yangilash bo'ladi. Kompyuter w va biasni xato voice va biasni xato kamayadigan tomonga qarab o'zgartiraveradi. Shu
oxirgi eng zo'r chiziqni topadi-da. Demak, o'sha oxirgi yaxshi chiziq topishi bizga yechim hisoblanadi. Endi sizga bitta kodi bo'yicha keyin bitta ko'rsatib o'raman. Hozir men sizlarga misol ishlab ko'rsatishim kerak. O'ylaylar, endi bizda bizni natijamiz 2 chiqish kerak. W'miz, taxminimiz 3 oldi. Endi modelimiz birinchi 3 oldi. Bilmaydi-yu. Sразу 2 ni olmaydi model. Birinchi taxmin qiladi. X'imiz bizda 1 ga teng bo'ladi har doim. To'g'rimi? 1 ga teng. Xo'p. Endi bashorat qiladi dedik. Birinchi ish. Birinchi bashorat. Bashorat qiladi. Mana bu tepasiga uni qo'yib ketgani bu bashorat hisoblanadi. Bashorat qilishi Wx. Shu yerda bizda 3 ko'paytirilgan 1. Mana 3 chiqdi. Bashoratimiz 3 chiqdi. Tushunyapsizlar-a? Endi ikkinchi qadam bu xato-ku. Bizga 2 chiqish kerak mana. Endi ikkinchi qadam nima bo'ladi? İkinci qadamimiz hozir bizda xatoni hisoblash hisoblanadi. İkinci xatoni hisoblash. Sizlar uchun to'liq yozyapman. Keyin kvadrat usulida hisoblaymiz. Mana shuni bizda ko'rdinglar boya cost function formulasini W teng qilamiz. Endi y xato, to'g'rimi? Mana y xato, bizda xato chiqdi. Ayrilgan y bor o'zi. Modelimiz javobini bilamiz. O'shani kvadratini olamiz. Teng bo'ladi. 1 ga teng bo'ladi. Masalan, 3 ayrilgan 2 ning kvadrati bu 1 bo'ladi. 1 ga teng. Bu xato hisob. Mana xatosi 1. Tushunyapsizmi? Ikkinchi ishimizda xatolik 1 chiqdi. Endi uchinchi qadamda hosilat. Va uchinchi qadam hosilaydi. İkinci qadam. İkinchi qadam. Shunaqa bo'layotgan bo'lsa, endi nima qilamiz? Qaysi tomonga yurishini ko'ra olishimiz kerak. Yo pastga, tepaga, to'g'rimi? Endi hozir kompyuter o'ylaydi, sizlar yechayotganlaringda W ni oshirish kerakmi, tushirish kerakmi, kamaytirish kerakmi? Bunga hosilat qadam hosilat formulamiz qanaqa edi? W teng bo'ladi. Shunda xato. Qanday? Wx deymiz. Ko'paytiruv bor o'rtasida, ayrilgan y. D kvadrat bo'lyapti. Kvadrat bo'lyapti. Bizda W'miz 3, X'imiz 1, Y'imiz shunda
Qaranglar. Adashdik mana shu yerda. Biz adashdik. Hosilamizda hosil olish kerak bo'ladi. Qilamiz. W gitsak. Qarang. Qiyosang, boyagi formulani adashmasliginglar uchun J W teng WX aylangan Y kvadrati. Endi bunda mana shundan hosil olsalaring, mana 2 oldinga tushadi. Keyin o'tda W ko'paytirilgan X aylangan Y bo'ladi, to'g'rimi? Endi mana buni qarang. Bu 2 mana yo'q o'tdi-da hosilasi. 2 dan 1 da ayirdik. Hosilar bu yoqda 1 bo'libdi. 2 bu yoqqa tushdi. Endi mana bundan hosil olsak, X chiqadi. Alhamdulillah. X chiqadi. Endi shu formulaga qo'ysak, qo'yadigan bo'lsak, 2 ko'paytirilgan W'miz 3 ga teng bo'ladi. Ko'paytirilgan 1 ayrilgan 2. Ko'paytirilgan X'imiz 1. Shunda natijamiz 2 chiqyapti. 3 ayirsangiz 1, 1 da 2 ko'paytirsangiz 2. Da 2 chiqdi. Xulosa mana bunda plus 2 musbat chiqdi. Demak, W'ni oshirsak xato ham oshadi. Bizga xatoni kamaytirish kerak. Shuning uchun kamaytirish shart. Endi yangilash parametrni yangilaymiz. Buni daftaringizga yozib olinglar. Endi bizda 4-qadam bo'ladi. 4-qadam. 4-qadam nima hisoblanadi? Gradient descent. Yani parametrni yangilash dedim. Des qo'ysa bo'ladi. Des qo'ysam tushunasizlar degan umiddaman. 4-qadamimiz. Shunda W yangi bo'libdi. Boy W eskimiz bor edi. Eski aylangan. Shunda alfa ko'paytirilgan. Endi hosilamiz boyagi hosila. Shu yerda aytib ketayin. Bizda learning rate 0.1 ga teng bo'ladi. Tushunasizlar? Hop, endi hisoblaydigan bo'lsak, W yangi 3 ko'paytirilgan ayrilgan alfamiz 0.1 ko'paytirilgan hosilamiz necha chiqdi bizda? Hosilamiz 2 chiqdi adashmasam. Shunda bo'ladi. 3 dan 2 ni aytamizmi? 3 dan 0.2 ni aytsak 2.8 chiqadi, to'g'rimi? 2.8 chiqdi. Endi 5-qadam tekshirish dedik boya 5-qadam tekshirish. Oxirgi pallasiga yetib keldik. Bu yangimiz, mana W yangi qadamimiz 2.8 chiqdi. Endi qaytadan hisoblashimiz kerak. Yana taxmin qiladi.
boshi birinchisiga o'tadi. 2,8 ko'paytirilgan 1 degan 2,8 qildi. Endi yana xatoni topadi. Mana construction qildigi tablaydi. Teng 2,8 ayrilgan 2. Formulasiyalarda sразу qo'yib ketdim. Kvadrat edi. Teng 0,8 chiqadi, to'g'ri? Ayrilsa 0,8. 0,8 kvadrati 0,64. Boyagi xato 1 edi. Esinglarda bo'lsa, birinchi xatoyimiz 1 edi. Mana endi xatoyimiz kamaydi, to'g'rimi? Xato kamaydi. Mana shu jarayon nima deydi? Qaytarilaveradi. Shu oxiri nechaga teng bo'ladi? 0 ga yaqinlashganda kirilish to'xtaydi. Oxiri mana bo'ladi. Oxiri ikki ko'paytirilgan 1 ayrilgan 2 teng bu cos funksiyamizni hisoblaymiz. 0. Ko'rdinglar, hosili 0 bo'ldi. Demak, bizda biz eng pastki qadamga tushgan bo'lamiz. Bizning natijamiz yaxshi bo'ladi. Bu lekin hozir ikkinchi qadam, birinchi qadamda mana shu natijaga erishdik. Bu yana qaytalanadi. Buni qaytalanib toki mana shu natija 0 ga kelguncha hisoblanadi. Shunday bo'ladi. Endi boyagi kodi ham bor edi. Kodini yozib ko'rsataymi qanday? Kim vaqt masalasini qanday bo'lyapti? Python gradient descent mayli bitta yozib ko'rsatayin. Mendan nima ketdi? Collab deymiz. Demak, bizda bitta kod ocha olamiz. Hop. Olamiz. Hop. Demak, biz boshladik. Endi data kiradi. Masalan, magazinga bog'liq masala ishlaymiz. 1 kilogramm olma $2. 2 kilogramm olma $4. 3 kilogramm olma necha dollar? To'g'ri. X data deymiz. Teng 1 2 3 bo'ladi. 1 2 3 qilib Y data teng shunda 2 4 6 dollarda endi tasavvur qilinglar. Sizlarga ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Men inovatga olaman. Endi bizda mana bu narsa 0 ga teng. Keyin learning rate'imiz 0.01 ga teng bo'ladi. Qaranglar, mana shu W nima yozib ketyapman? Mana shuni sizlar tushuninglar endi. Men o'rgatdim. Tasodifiy ham o'rgatdim, har qanday o'rgatdim. Endi boshlang'ich taxmin learning rate bu qadam kattaligi edi.
o'qitish jarayoni kommentariy qilib ketaymi? O'qitish jarayoni. Ko'rasizlar, o'qitish jarayoni dedim. For epoch in range 100 marta bo'lsalar in range 100 deylik. For in range deymiz. Uzunlikda length x data y. X data ga beramiz. Bunda ham tushdikmi? Endi x'imizni x teng x data ga, to'g'rimi? X data qilamiz. Data biz indeks olamiz, navrot. Indeksga olib qildik. Endi bashoratnikini ham qilishimiz kerak. Y haqiqiy. Qarang, boya misolda ko'rsatdim. Bu ham xuddi shunday ketadi. Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, y data. Bunga ham yoramiz. Indeks. Endi mana shu yerda bashorat birinchi. Yerdan yoqsak bashorat birinchi qadam bu. Tushundingizda? Qanday bo'ladi? Y bash deb qo'ysam tushunasizlar. Bashorat teng wx. W mana ko'paytiruv belgimiz bizda mana yulduzcha edi. Esinglarda bo'lsa, ikkinchi ishimiz, ikkinchi qadam nima edi? Ikkinchi qadam bu cost function, xatoni hisoblash. Xatoni hisoblash dedik. Endi xatoni hisoblash boyaqa cost deb ketsam, shunda mana qarang. Ideal qiling siz tushunishingiz uchun. Shunda cost function y bashorat xato teng y. Bizda mana olib tashlaymiz. Bizga hali kerak emas. Qo'y bo'ldimi? Endi biz uchinchi qadamimiz nima edi? Endi uchinchi qadamimiz xatoni gradient qiyinlik topishimiz kerak. W ga nisbatan hosilasi dv teng hosilasini olamiz. Xato ko'paytirilganmi? Ko'paytirilgan x qo'rsak keyin endi nima qilamiz? Endi x deymiz. X teng x dataga, x teng x data y teng. Endi y da olib ketsak, y haqiqiy deb yozibmiz. Y haqiqiy
teng bo'ladi y dtgami? Shunda to'g'ri. Y shunga teng bo'ldi. Yo'q, xato ketdim. Yana men 3-qadam. Xato edi, xatoni topdik. Ikkinchi xato. Mana shu narsa o'zi kerak emas edi. Adashmasam. Adashdim. Endi shu yerdan sirasi 4-qatorga o'tamiz. Parametrlar yangilashimiz kerak. Endi gradient deb ketsam bo'ladi-ku. 4-qadam. Endi gradient topamiz. Qadam gradient descent. Endi shunday bo'ladi. Bizda hozir nimamiz bor edi? Bizda w teng w minus learning rate ko'paytirilgan hosilaga ko'paytiramiz dga. To'g'rimi? Shunday ekan, endi qanday qilamiz? Print deymiz. Printf topilgan deylik, topilgan qiymat bo'lsa, shunda topilgan bo'ladi. Bizda w mana uni ochaversak, birinchiga nima deymiz? W 2f. Okay. Yaxshi, endi print deymiz. Print yo'q. Endi natijamiz shu 2 ga yaqin chiqish kerak. Mana shunda xato chiqmasa agar 2 ga yaqin chiqsa bo'ldi. Bizniki marra bizniki. To'g'ri yetgan bo'ladi. Internetimizda muammo. Nega? Voy, bitta virgul qolib ketgan. O, mana pastda 2 chiqdi-da, ko'ryapsizmi? Mana. Natijamiz ham normal, zo'r. Ko'rdinglar, kodingni ham qildik, nazariya ham tushuntirdim. Zo'r. Keyingi dars xudo xolasa, men uyushib ketibman. Uyushi. Mana hozirlarga uyushib bersam, bitta masaga. Pastda link qoldiraman, Telegram link. O'sha Telegramga o'tsanglar, uyushi bor. Uyushini tashib beraman. Tashilgan bo'ladi. Demak, hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr. Hammaga rahmat.